Sen özlerini akıllık çağlarama. Senin o yığılıp kalkan vaxtların oldu. Şuna özlerini mənməlikte yığaq kıl. Degilim doğrudu. Bitmegen ishqa to'kib talishadigan, o'zini o'ylab boshqalarni ko'zga ilmaydigan odamlarning hayoti mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Qanoat shundoq bir yarshimliq liboski, uni kiygan har qanday odamning hayoti yo'li mangu ochiq bo'ladi. Kiygili oyoqlarning yo'qligidan zararlanma. Mağıl bo'ladigan sağlam tutanın bo'g'iniga shukr qil. Chunki baxt shukr qanoat bilan go'zal bo'lsa, selishtirish bilan bayram bo'ladi. Özünü başqadan üstün çağlayıversən, ərziməz işlər üçün kursun küçüdü. Şuna hər vaxt kemtar ol. Kemtarlik kişinin zərbasqan libası. Aras Muzaffar, xo'jalik bilimdan telefon qildik-a, mashina to'xtash o'rnidan pulni to'layotgan vaqt o'tib ketdi edi. Ha? Bu yaqin to'lganda qilgan buni? Voy shu. Hey, bo'lmasa bir mashina to'xtash o'rnidan bir chetib olamdik ya. Hozirgi bir mashina aram patronlik servisliqning ishinimi? Ha. Setib oldi. Qaraganda qaynatam kartani hozir pul beribdi-da. Shunda emas, hamda har oyda to'lab ba'zimizda unutib qoldik ekanmiz, shundayman bunday. O'ylab baxsam, mashinani biz xato qo'ydik deymiz uni. Qanday deysiz? Bu mashina degan mangsang pul, tursang pul, ish qilibmish bir mashina boqmoq, bir bolni boqmoqdan taski. Shu mashina olgan pulga bir obdaroq bir boshqa narsa so'qibdi ekan. Shu uydan bir anab qo'ygan bo'lsak. Uy alla demadim. Eshakdan birini olgan bo'lsak deyman. O nima kulasiz? O to'g'ri. Eshakning chiqimi oz. Benzin ketmaydi. Uni o'ziga mashinaga suvdan tortib hammani pul oladigan tursak, surat ishib ketmaydi o eshakning. Unidagi surat ishib ketdi deb jarimani to'lamaymiz, nomer eshitmaydi. Muhit asrash iqtidoriga ega qo'rqa xalqdan birini isib qo'ysak, gaz chiqarish iqtidorini to'van. Sizlar ancha-muncha choyga boradigan, to'y-to'yga boradigan ishlar bo'lib qolsa, eshakka meni takrak chuqur bo'lib ketsanglar, haqla havasli qarab ketsa telefonlar paras mo'tatibchi. Unda degan to'y qilgan qizliklar Saniya acha. Mush ishqingizni bir ijaraga bersangiz, biz bir to'y ko'chirib olsak deb ketsa, ijarasini olsangiz, mana kirim bo'ladi deyman. Ha. Ya Allah. Alloh taatiga so'raydilar endi. Muzaffar İşini koy. Vay, yana neymiş bu? Ulan ne oldu kız? İç otur. Bu erkek ciddi yandım bağırdı yana. Allah. Bu erkekten. Biraz kolay fırlatamdı ya. Bek korkunçlu. Bek koy be yaman demek avdayım ben. Kası? Ay burası miydi? Bu mıçlı kildi. Vay ya açığım ben de yamanım. Mışın sen var ya açığım yamanlık demek ki. O siz mış beden bilaşımda korktunuz mu? Ha vay açık bey bek korkunçlu demek o. Mışlık var? Ha. Birazdan mıştınız lan. Birazdan küçükdeki balısını uçkan mı kansın? Yok akay yok. Ne kişi var? İşte. Ne kadar işte. Mış boyunuzun işten korktunuz mu? Açık bek yamanken demanında bir kovulgan o yer kudayım. Allah demesin mi bu koronanın işi degenden işti bakanı değil. İşti baksana iş bakmaganda ben de ilgisi ilgi olap. Ben zencirlerden tutuşumem de. Şundayım bu küçük oğluma korksa onundan ağlamadı sürekli var bir adamın kendinden hapı biz poker çıklı. Bakalım. Yürüdüm beş soğuk geldim ben sürekli babamın bilmem. Ben korktum. Kork gidipsiz. Çay içine. İşte. Aslında mamamın işi var. Emrisiz o. Oy. Ya Allah, Erkincan. Kim mi koygan doğru sizga bu Erkinjik deydigan laqabni tutib ama çay içine. Siz ko'rsan, jari chiqanda kamanda. Yo'q, qoldi. Çay içine.
Şu işten kalkıp kirgen mi ya başka işine kirgen mi? Ya men asli shu siz deydigan bir gap bor-da. Shuni kirgandim. Ko'rsalarmi yapgan? Yo'q, endi yo'q. Hay, anda emas. Mana gap Muzaffar aka. Mush yaqinda bizim mana Qur'onni chiqib, sol taraf burilsangiz bir do'qmush bor. Bir baqdingizmi o'shaga? Aşağıya iş payda olub mu? Yo'q, ay do'qmush bir baqdingizmi? Ben adette daim ötene kelime şu yolda mağımızga ben O'sha cho'qim berib, bir kuzatib baqing. Cho'qim berib baqing o'sha kuzatib baqing. yani sizni qo'llarga ishtilam kelishadi, men aytib beraman. Yo'q aka, o'shaga cho'qirang. Mush yaqin oshxonada birini ochdi. Lahmini bek yaxshi o'xshatdi ayani. Xerdan bek chiq, lahmaydigan xerdan. Ya bo'ldi fikrim siz meni mehmon qilman deb avval. Yo'q, akam. Saniye açınız. Öyle onundan bagırık vakit tamak atayotgan tursa. Yo'q, akam. Rahmat ukam, ko'nglingizni tushundim. Ya akam, rahmat. Tamak yeyishgacha gachit qo'yasiz tamak qil, ha? Ya, mamamda gap aka, men boshiga qilmoqchi, men bu yer mehmon qilmay, chata yo'q, mehmon qilmay, lekin men boshqa bir maslahat bilan keldim sizga, shu maslahatni saqlay. Ha. Mana gap aka. Diqqat qilsam, oshxonada lag'maydigan odam bek chiqqan. Shuning qaraganda bozorni kuzatdim. Necha kun bo'laman o'shani kuzatdim aytdim. Qasam shu atrofdagilar lag'manga bek amroq odam bek yig'ib qo'yadi. Qasam mush yaqindan birsa, men bikov qog'odim, chiqdilar. Bikov qog'odim. Siz şu aşkın kirib lag'ma yeb chiqay demoqchimi? Yo'q, men endi yo'q, unda emas, o'shaga bikov yeb qolgan ekan. O'shaga bir yana o'xshagan vahshiy qilib o'shani lag'maqanda buni ochayman bu. Lag'ma qanday yana lag'ma açısı. Fikam. Bu bir adamdan so'z shundoq iqib kelsa, nima tijorat qilsa, shuni doğrab akagan o'rniga haq lag'ma ochgandan keyin beqinqisiz cho'chorxona. Ya bo'lmasa poloxonasi o'zimda. Yo'q, Muzaffar aka, siz tushunmayapsiz, qarang. Mayaldichi odoqmichu lag'manga amroq odam besh chiqqa. Atrofga hammasi lag'manga amroqqa. Bo'lmasa bu kanimga iqtimda lag'mani deyman. Oshxona lag'mani. Fikam aqam bo'lsa, hammadan rizqi boshqa bo'ladi. Siz uni men sizga rost yaxshi maslahat bersam, fikam. Eng yaxshisi lag'ma ochmay, agar oshxona ochadigan ishingiz bo'lsa, beqina ya poloxona iching. Ya uyg'urxona iching. Hammadan bir xil lag'manga amroq o'tishni hatayimg'o. Ya endi aka qarang. Lag'mani bizaklarcha odatda kelamchi hali. Men aşında aşırı bağlı, hemen her şey vekşik bağlı, bir işi değil mi gideyim aşağı? Yo, onda olsa bizim aşkınımız kırıp kalsın, üç kutum oy. Yok. Üç kutum gelmezde. Şimdi ağlı kırgendikken, oy jo, ma aşkınızdan ecep çıkarlık biz hepsiz ha. Birincisi, ikincisi, oy jo, bu tamkınız yemin de az. İkincisi, bu talep gavakta, oy jo, yemin de kıymet hep şuvacan deyip çıkandık aşkınız kırpan da. İsmini teptadım. Biz bu bezekni yemeyimiz. Tamak ne, işitik tamak ne, tamakның təmini yap çıkıp ağır şu var. Şu tamağını mı deyim ki, aşkandan mı? Vekşik okşayan bağlı, bir içi deyim ben. İçim? O üstünü mü deyip devattığınızda üç vekşi, lagman kalsıp açayım ya. Üç vojon. Ya Allah fikra, ben bir şu qağalan emdimişik, koyulmağan istemdim. Üç vojon, üç vekşi de açamsız. Bu erkin ciddi, lagman padişah kanısı hep içine, adırmış o, ticaretçinin amız kendi padişah edip katılgan model ketkendiki. O bulduk arası. Bulduk akama bu. Ve fikra, ben sizi çak koydum, şimdi yanımda düşürüp açmamsız. Ya bana to'xtam, üstün bektirak teras. Erkin ciddi lagman padişah kanısı. Ya bulduk akamasın? Bulam dike? Bulduk Nasıl vaxtı fikram, en gal. Yok, ben, mana qilib, menga chiqib olma, en gal tutay. Ma hozir chiqar. Fikram, ben sizi çak koydum, seni koygun olmayı, ne oldurar bir şimdi bir oyuncu koyabamıza. Tamam. Ha? Anda olsa aka, ma aşkanın ismi sizi qaldı yaqıran. Men aşkanın başqa uşaqcha işler var kayalaka. Tazliq icazatni mustaydi, bazar boshqarishning deydi, boshqarning deydi, u yerning bilan barcha kayalaka uşaqcha kelishkilar choy bizdigan. Men oshni bijaday, hozir jiddiy chiqibdi. Siz bir o'ylash bilan aka. Siz aşkanın o'rnini olib qoldingizmi? Yo'q. Fikram, bu aşkanın o'zining o'rnini olmay turib qanday kelishga bejarsiz? Men anda olsa men kelishkin bijaday turib aşkanın o'rnini men endi bir do'konga na chiqib qo'yishim kerak. Aka aşkanın Stop kalmama çay el olan siz ya. Ya bo'ldi. Aşkanın ismisiz qaldı kamçımı? Xo'sh, men chiqdim. Xo'sh, Ya chiqma. Aynoz qap qoldi. Aldım buni. Ya Allah, bu çak koysam bu. Üç vekşi. Erkin ciddi. Lagman padişah kanısam da bakın. Hazır koyulmağa ısınma kalmadı o ha.
Ay balam. Bu çok degan unda oynamayman. Sen bir kinoda kelib nezvas qilchoz zaman degan unda qilib jim o'tirib turashmay. Men senga gapirdim balam, bu çok degandan tushunamda. Mas siz nima qilyapsiz balam endi? Telefon deganda tamoq vaqti o'ynamaymiz balam. Biz aqli iqtidorli telefonni o'ynab, aqlsiz bo'lib qolmanglar yana, ha? Bu tamoq vaqti degan al qara. Bu tuzuq qilmoqsiz lan? Ekle bunu manda oynayısı buna. Bak ara. Yavaş. Oy. Yavaş. Bunda kılap durup yavaş. Oy. Bunda masında. Ha, mana sekreti bu. Mana, mana. Muzaffar, siz mi oynatamsiz bu qo'shilib? Kim otasa mamamda bulan bu tamam vakti tamam günah önüdeki. O'z o'ynarsa. Ya sen kılamadın. Ya ben ütüp koydum oynamadım onu. E'lon. Bir sıkıntı yok da. Zapraszam. Mamla tecrübe. Assalomu O'zgin ba, Dodam ba, Genço, opam ba, boshqa yo'qda? ocham bilan ukam ba. Sizlar kiringizga. Ha. Ana siz ba. Qiziq odam jima bu. Voy. Nem bu kurup kireyim mi? Yanına gidiyor böyle. Öyle bakın. Ha, yaşlı. Kira. Kadar da yaştınız mı? Siz olsa yaşlıratımız Yaxşı. Yoklab yatınız işlerin sonunda. Oshxona ishini bilan necha vaqt oldira tamoqqa oshpaz topmoq bak taskandan. Tez. Voy. Harbi birga keldimi ya? Kelib qoldi xilibdan. Bolam siz insan yer var. Urvaq bor bu? Çaydan. Rahmat. Tamam kullanmadı. İştal yesi. Ya bol tamam. Ya bir iştal. Ya tamam. Bak. Fıkam gel bana iştal ya. Ma, kettab sen ha. Kadaylıkı başka işlerine bir bezeydiğin işlerine bir kurup şey vardı mı ya? Endeleşmişiz. Emdrak. Ha bulat. Tazı köndüklik bir oshpaz topib olmaz. Avval oshpaz topib olgan. Hazır. Neymen tasmak hasip ketdi hazır. Çok. Ya şu olan bir kağızlı için burada işleydiğin o Lazım böyle işni xush qo'ydim. Aslında pızgıda yederse özünüz var. O'zim tumasam olmaydi. O'zim o'zim tumasam ma chotaq. Lag'mon kim etdi? Lag'mon kim etdi deyman. Tuzli qopibdi ha? Yo'q. Lag'mon kim etdi? Ha? Kim çok koptu lan? Yo'q. Hech qanday emas-ku. Zakishga o'xshabdi lag'mon. Ha? Tekishga o'xshabdi. Onda olsa gel bir taksir al lan. Qoldi aytdingiz ya bilan lag'monni. Ulan malgan qanday aytib o'tgan so'zab ketdi. Ya o tuzak qo'ydi nima? Boshqa bilan qo'shdim retsini topiraman. Qanday etdim? Xamirni yug'urib, ko'ktatni qovurib etdim shu. Ya, dema. Aytib, men lag'mon zakishga o'xshabdi. Shu men bizim oshxonadagi lag'monning lag'monlar to'riga meni kirgizmoqchi. Retsini menga topiraman. Zakishga o'xshabdi ma'lu. O'xshatsa ham. Başka? Lag'monni. Boshqa lag'mon, katta lag'mon, eski lag'mon. Bakın. So'zlarman jo. Tutqu, mana 5 qo'lda. Bak o'xshatma. Sanada cho'qim lag'mon ismini deb qo'ydim. Bo'ldi, sizga ne baqa oshpazlaringiz kelgan vaqtda seni o'kitib qo'ysin. O'ylarmi deb chiqarmamsiz? O'ylarmi, ha? To'g'ri. Unda qilg'ich yuqurroq maosh bersangiz, men berib qovurib bersam bo'pti-ku bo'lmasa. Yo'q deb qapsizada. Ha, shunday qilsam bo'lsa, sizlar oshxona tomon ketinglar, men 4-imiz bu yerda qolganlar och qilib o'tirilmaydi. Ya, unda olmaydi. Bor hammani ko'tira. Ha, qanday ham oshxonalaringizni ish qilib berib bo'ladimi? Qal yomon emas uka. Keyin o'yladim-ku, oshxona ikki tarafiga masnaviy. No, xatlar yozgancha, o'yinchoqdan gidaman. Beviskidan boshqa ikki tarafga xat yozamsiz? Ha. Ilaqi oshxonamizga marhamat qiling. Bo'lmasa, sizmi o'xshashli bizim oshxonamiz. Ha, shu. Aytaq. Noti yozib tur.
Bo'lsam oshxonasining ichki cho'fkamilqi tomoqni shalab yeyman degan bir turnimi yezib qo'ysangiz. Şu. Edepsizlik avcı aka. Ne bekliyorsun adamda? Ras. Çay içeceğim, çay içeceğim. Aka al. Al. Ne etkile kal. Etkile. Zaman ismi çok deprem oldu. Limit aldınız. Limit aldınız. Kanda doldurma aldınız. Kanda ettiniz ben çok deprem oldu. Xotirjam olib berdi. Ben çıkayım. Bak. Öyle. Otum tamam. Bana siz yarım tutarsa Ya. Tamam. Ben çıkayım. Ya. Tamam. Kam sen turdun mu? Ya Allah. Yelim yaxshi ismi Erkin ciddi o'qibgan. Agar Erkin jimjit o'qigan bo'lsa, 4-5 kun shu yerda qonar, tomoq yeb chiqdi ekan. Ha, o'tirolarmi o paqirab? Erkinjon kirib bir tax tomoqni chiqib bo'ldi. Bir tax tomoq yeb chiqdi bo'ldimi, ha? İnan oğlum. Deb qiziq ekan. Ya bu mahallimizin gülü çok. Muştan edenle boğulun yaxshi. Bo'lmasa zerikib qolamiz deyman. Assalomu alaykum. Olsam do'konga obidaman, yana masofirni keldi-da? Ha, limon ta'mlik, olma ta'mliklar keldi. Ana, yana böyle otlab baqil. Mana ta'mimi bo'lakkinchi mana, ha? Yaxshi ta'mlik. Ma akanga buningdagi qanda ichimda qanda maslahatlasa bering. Hisob o'zim qilma. Aldingmi? Ma'qul. Baqilibsan. Onu hisoboti Naqdin hasal chiqdi, nesiydek keldi. Putunuz muzlisa, paçaq siqirab talsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqlik meyi badandagi ho'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq surishcha. O't ketida. Tutiya. Chuqur sifatli, har xil kamlik, xotirjam yegaysiz. Huzurluq va qulaylik. Sabila yurishlik qulaylik ulgurisi. Abida energiya ishimliki. Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildisa, sovuqi ishib yig'dan bu sigak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qoqlapmaylikdi. Bugungi kunda Sultan Zavodi yerli kreditdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan bolalar issiq quyruqmigi, bolalar kashbadan so'qini, bolalar badan o'qitdi, bolalar sut malhamini, omaq farzandlarning sog'lom pokchon bo'lishiga sundi. Qilg'at tutilishga texmi ablik. Sho'x-sho'xlarimiz shubhisiz cho'ng bo'lsin. Tinmaridin sho'x-sho'x. Yıllardan beri xalqimizning yoqtirib tanlashiga erishib kelayotgan jo'shqin va ko'tarangu ro'yi holatning namoyandasi Malayziya B2 quvvat ichimligi bu filmni alohida talab qildi. Bu programmani samimiy şirkati Malayziyadan import qilgan shubhidan xoli B7 erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Aka, Ha? ulan kim o? Kupon. Uzanç telefon. Ha. Aç telefon mu? Ha. Şu kitap kağıt takın. Otur jippa. Ha. Sen oya bakma mı? Ha, telefon. Ha, kupon. Kanday yapıyordun? Ben kirama, oya kaçni? Ha, Müş yağaçını tepsiga mao jipni bağlaysa, bağlap mao iki qog'oz stakanni orasiga o'tkazsa. O'tkazib qarshi tarafdan uzun tuz tatiblar, anagin yaqsa oladi. uzun icat kıpsan da. Burunda batdı bu. Kanday yapıyordun? Uzun tatsa, tuz tatsa şu. Anagin yaqsa olgan bo'ldi. Kan. Şuna bakalım. Bu bo'slik yo'q ra. Hech kimizdan mahbiyatini hech kim qolmaydi. Sinab bakamda? Tutacağım. Makul. Ha? Ne kadar? Anladım, diplomu anladım. Sen ağzın kayada. Neymiş kıvarsın. Kaçan yenip gelirsen.
Buludu. Ha? Gaz tugapti, gaz ağaç kelar. Nasıl yaptı? Her tokum tugapti cuma. Tokmu kaçırgaç kelar. Ha, ma'qul. Her televizorning pulim tugapti, jilliq puli. Ya Allah, bu uyda shu tugab ketgan nima qilib olishmanda man? Assalomu alaykum. Voy, nima qilib bu? Ya balıyorsun aşk edim. Amca hiç olmazsa benim işim kıprast emas bakar. Ama biz kelin katık adam olmagan ekan. Ya siz ne Bunu bu Ya. Çakallık qilib Ya ben şu aşkanlık işleyin ha. Şu aşkanlık işleyin. Aka birek man qamadınız ya. Ha, men bizning idorada Mahmud kamda adam bordi. Shuning bolasining maslahatchiga shu man qilibdi. Ha, siz vaqt kelib qoldingmi men? Yo'q, ozroq vaqt. Adamda. Amanda gapiram. Aşkanlık uşaq çek işleri bir yapıp bitti. Şu ay isim bilen bizekni chiqib qolgan jilmaka. Aşni sizni qilib berem deb kelgandim. İsimni, nochi ismini tepasiz unda kamga. Ism? Ha. Biraz isimni sizga o'qtaroq ism qo'yib beraman. Ha. Nima bu hozirgi viviskal aytib olgan viviskalar? O ya xat tang emas. O ismning nihoyatda yo'g'onligi, uni ustiga imlosim to'g'ri emas tanga. Chiqib qolganda. Ha, To'g'ri. Mayli, men bo'lmasa o'qtaroq o'ylashib qo'y. Materialni ko'rib qo'y, bo'lmasa shu anaqa qadimiyroq ism bo'lib qolsa, material qarab topiladi. Ya bo'lmasa zamonga loyiq, zamonaviyroq bir ism qo'yamiz. Men mana bir o'ylashib Buldu. Andikin acılmaka. Ay aşkanlık bizekni işini sıkıpamız olmadı. Siz sıkıpamız olmadı işini. Aslı aşkını bize de Aşkanlık bize işini. Kam men ya yağaççı ya tamçı emas. Aş benim qo'limda kelmaydi. Ya sizin atını biliyorsunuz cıp qaran. Aslında mı yaşar qilgan balvoz ve aşın bir video tasavvur Bu tutaka. o'yini vizualdan teprantangiz. Voy yap o'tganda bir so'g'onta qarsam ular sirt ish qilib turibdi hozirda qaldirishga. Ha, rost, bizning idorada anaqa bir go'zal surat laylaydigan bir bola bor. Shuning qo'lidan gapirish mumkin. Men qani ashbalang bir dapaqay, agar vaqt chiqib qolsa, men bir dapaqay. Ya aka, balı çokum qıpasın. Çokum qıpırdı. Voy, ya bu qirib turib bo'lmaydi ukam. Mana men avval dapaqay ukam. Men u bolani endi sen ani qil, mani qil deb bunga bo'lishtirmayman ukam. Bir maslahat qaraydir dapaqay. Siz jilmaka. Hem çokum qıpırdı bola. Çokum qıpasın. Aşta o'rnida siz qilib qoldi. Ya maqul aka, men maash faqat qamashmabdi. Meni oyog'im Apakam ne buldun? Cep dumsip kapsan ko? Akam dadamning kompyuterini ilinib, menga bermay topshirgan ishlab qoldim desam, bermay atdi. Achasini mayranda o'ynaydigan uyan bormi menga biribdi. Voy Wolfgang qachonli qarshi kompyuter deyotgansan? Qara kompyuter o'ynayverib, ma bir ko'zingni chimadi tog'ib qolsa. Qachonli qarshi kompyuter davamay, bizning Uyg'urlarning uchun shundoq jiq an'anaviy o'yinlarimiz bor. Masalan, bir Uyg'urlarning an'anaviy o'yinlarini o'rgatayim, ashuni o'ynamdi. Nima? Elishmoq o'ynasa. Menga qizlar o'ynaydigan o'yin. Biz o'g'on balon chaqanda oldi. Voy o'yinni qizlar emas, o'g'illar o'ynasin bo'ldi. Bu o'yin o'yinsancha har xil shakllar chiqadi, undan keyin zehningni ochadi. Bu o'yinni odatdagi bolalar o'ynayolmaydi jumi? Voy, do'st meni odatga bo'lamiz. Qani, o'ynaylik. O'ynaylik. Mana. Qara, sen o'yitib qo'y. O'ynashib qolsa? Ozroq bunday qilsa, ikki qo'lingdan ayirsa. Mana, apaqa. Manda qo'ying. Ha. Manda. Ha, bütün ostidan chiqaradi. Ha, mana Ustidan chiqadi. Qaramandan sen o'yitib qo'ya. Ma'qulonga birini olsa, ma'qulonga birini olsang, mana ikki barmoqing bor, bu ikki barmoqingdan ostidan chiqib mana qilsin. Yana bak, o'xshab qoldi. Yo'q, to'pidan ola, ha. Qara, endi boshqa bir xil shakl chiqdi. Ostidan undan keyin yugurtib chiqib mana qilsin. Nima bilan sen o'yitib qo'ymoqchi u? Manda. Yo'q, emas. Ha, mana. Qara, shunday ishni uygun oldim. Baqaram. Va birisi Mahmud bilan javob qo'yapti. O'qiraymi? Bir beliq qashbaqdan so'rabdi. Sen nemishqa bir ish qilsang, beshing ichingga tiqib o'zingni qachirib yo'shirinib olasan. Tashbaqa puturni qilib oldirmay chiqarib. Boshqalarning boshi shuncha muhimmi? Bu o'zini qachirish emas, balki tinch muhit izlash xolos debdi.
Belaq. To'g'ri. Emsi başkalar seni tılısın perva qilmamsa deb so'rabdi. Tashbaq asta qarilib belaq qarab mundaq debdi. Mana bu mening nemishqa sendan uzun yashashimdagi sabab deb. Demisin to'g'ri, ha? Bizning ba'zi odamlarimiz o'zi uchun yashamaymiz, boshqalar uchun yashaydi-ku. Anim deb qola, manim deb qola, ani qilibdi, men uningdan ashirib qolmasam bo'lmaydi deb. Hammamiz shu hozir. Demisimi? Masalan, sizni yaxshi ko'rgan odam uchun siz nima ish qilsangiz sizga to'g'ri keladi. Sizni yaxshi ko'rmaydigan odamingiz uchun siz har qancha yaxshi qilsangizmi, siz baribir bir qusurning kelqi obyekt bo'lib qoldi ekansiz-ku. Shu hammamiz shu o'zimizni bilsak yaxshi ekan deyman. Bir odam ish qilib bo'lg'ich kendin gap chiqarayotgan, uni so'kayotgan. Aralada turibmiz, a? Arada turibmiz. Voy, alaykum assalom, keling, herkese keling. Keling, shuhrat ol. Keling. Ha, o'zingiz qanday qilib? Yaxshi aka, yaxshi. Bu yo'qolib ketdingiz, ha? Yaxshi. O'tganda birishni toplab qo'ydingiz. Shunday qilib qarsam topolmay yurayman sizni. Matasal turib izlaydigan sizni. Ya, men yaqinda uzoq boshqa ishlarni uzoq aldashib qoldim aka. Ha. O'tgandaligi sizlar oshxonaning ma bu bezaydiganning loyisini gapira qildingizmi? Shuma bizniki ma bu bir suratga olish ko'rpimiz bor-ku, shuning uchun bir go'zal san'at laylaydigan bir bola bor. Yamabsiz-ku. Shuning ukamishda bir laylab bergan bo'lsangiz desam, oldirashgan, shunday bo'lsin vaqt chiqarib, on laylab payaq turibdi. Sani, hali layni ish qilib ko'rpaqsan. Ha, o'zingiz ishlaringiz yaxshi uka. Yaxshi aka, yaxshi. Voy, kostyum yomon chiroyli-ku, yarishibdi-ku, muborak bo'lsin. Mana shunday kelib jiraman ukam. Mana bizga bir chiroyli kelsak yarishdi. Bu degan bir ilg'or madaniyatning belgisi-ku bumi? Isqilma. Mana endi qala yardi bu. Qolganimda ashxonachilik odam siz emasmi? Siz agar bo'pti desangiz, shu bo'yicha, agar bo'lmaydigan ish bo'lsa, yana men desam, fikringiz bo'lsangiz o'zgartirib berdi. Ha mana. Mavsi Belki aşkandan siz bir çoğun zal vardınız emasmi? Ma zalning ichida mana manda laylab tur. Chiroyli chiqibdi. Ma mavu ilk ma chet taraf. Shu o'rniga kelmaslik uchun ilk 2 dan 3 dan kirgan odamlarga ayrim manda kichik ustalni qilib qo'yibdi. Ma'mu yerda menga. Mavu ilk bir deriz va taraf bakın-ku, sizlar degan. Matrapdiki. Ha, shunga ma jumla ustal qilib laylab tur. Manda o'rin kangirish qildi deydi-ku. Tiqin qo'ymay deydi. Mavusi Aşkanın içki, tamak edilen yere. Mamamın yardımı alt tarafını eynekli kılıp, şundan çıradı koptu mavu. Mavu bana maçet. Maylık ma pul aldığın taraf bağı, şu taraf koyduğun. Üsteller. Aka, mıdı gel. Aşkanı aka, aşmaydıgan buldum ben. Aşmayma. Nima? Oshmaydigan bo'ldi? Özünüz ötkende yaman kızıp gettiniz ben ataydın deyip, ma balım neçi günde layılap çıktık kan buna. Voy ukam, men Muzaffar akangizga idorasiga balog'ini chiqatim telefon qilib, yolvorib, mening yaxshi o'tadigan inimdi, laylab deb ataydim, bu laylatib qo'ysa, endi ochmaydigan bo'ldim deysiz-ku. Edem, ma aşkanın işi bek avacılık işken demem hava. Ettigen saat 3:30-4'ten çıkıp köktet vazgeçip köktet ekemi esli, göşek emisi esliye karam. Ona olsunma edem işletmekten testige mi, aşpaz balı işletmeyin testige deyim. O dedim, bir avacılık işken. Rast edem işletmek çok bir mesulatı çok hazır demiştim. Onun üstüne bolapmamış aşpaz navayla nemkası işletmek meselesiydi. Bizim bir neçe balık kakşap verdi çok. Hele bana bir gepak hazır oldu. Hele xemir bulap kesip piti vermez. Hocayın kapak tuz keti vermez deyip kim 100 köprünü artık vermen dese hatta iş küçülük mülazimetçi, iş küçülük şagirtlik koşa bekti deken tak. He şu bana işte başta yapma ama. Pek doğru yapma. Şunun bana aşkım kemmedi. Aşmayı dedim. Bu mu toğra çıkıp oynayıp çıkan yakşı yapkamcı mı? Her kanda aşkısa kaldı tutmak tasavvuf etti çok. Şunu ben karağına çıkınca akıcı. Yine pazarını bir katım daha bir pazar gördüm. Pazarını ilerledim ben çok. Kostüm burulka dükkanı açmak. Kostüm burulka. Ha? Kostüm burulka? He? Bu bir tanışıp biliştiğinizin gibi top tarzı yeri var mı? Yok. Ben yüzem bir kolaklı acayip oyladım karağına. Akarsam şu halkara çoğun pazarda çok kostüm burulka dükkan. Bunlardan ayağı içilek kıtıp adam lık tayırda. O pul diyen sanat bükermeye kaptı hocaylar çok. Şunu kara toktar ben kostüm burulka dükkan açaydı. Bu kimdir söz yaşıyorsa şunu kız getirdi. Ya aga nemi de pulun çıktapsak şunu kılımız deyemdi. Onun üstü çok karan mağanın çok mağma kostüm burulka çıkan. 200 yenden 300 yen ege. Aslı bazı 1500 yen. Şülgen bazı 750 yen de satsak. Eri verigen de ma marketlik değil mi? Ben sakırız atalaşmak yandırıp alıdı azap sürpürüz 10 metre seni yorduruz. Oraz. Onun üstüge karan aga. Egegen kiyimli çıkmak.
Kedik markasını içi tıkıp yüzümüzün kiyip açıp isim loçi juruplar kiyip işte günlük gene. Çamlamay dazmallap esip koysak eli verir ki Ma, işiniz kamlaşmaydı fıkka. Adam alısınız olmaydı o. Ha kanca olsun bu. Özünüz buna kirimizge bak, özünüz layık nakil kesiniz bunu demez bu. İşte siz kımman. Siz gereşmaydı fıkka ma o. Bu ne var ki bamma. Ya pul tapsınız bunu da, lekin anda hak ne lakı. Hak pul tölep sizin aladınız, anda kısa yaşamaydı fıkka. Ya bakmış kimse dağılı asası açta kılgan bok. Endi bunu mu sizin ofkam, lekin ma kiyimiz rastçılar kardeş. Çırak Rast ma buludu ki ma. Ben hiç qasam çoğaka. Sizge muşkastında bakır kedrim ben. Ya rahmet fıkka. Ben aldım gün takama. Saniye açınız mı iş kuşkura ekip takama. Kiydi kalmışım fırsat yok. Otadım ben. Ya aka andarsınız katli anlaşmaydı. Siz benim işlerimde çıkça patlattınız canım aka. Çokum bir Rahmet fıkka. Ya anladım ben rahmet imam. Ben çokum bir kul kedrim ben sizge. Amerikan aval için şu vakti bir. Hatice'm bulan zavut bağısı bulan. 80 köy payda çıkılı verim ben. Dükkanlık icazı olmaz mı? Askandıken kesek çokum paysını berimiz go. Onun da gap yok. Yaxşaptı. Bunu mu obdan oylusun? Ya şunda havası mı çokum yani bir obdan bazar görep. Ya şu bazarını çokum toxtumay bazar görüş kerek diken muş ne var? Resim mukum bak ketdi bunu açmamıştım ben. İşiniz yeni oldu. Dükkanı görüp oldunuz mu? Dükkanımı kırıp koydum. Sımnımı layıl tip aşağı çaylık yazgızlap. Oy sımnımı engeldir tiyak koydum demek ha. Sımnım engeldir. Maaşınızga joy toptu. Indi Altın mervayit çapanxanası dep. Sıra koptu mu? kam nemanda uzun üstün bu poyizin vagonidek altın mervayet bunu aldıganda bir tilla, yakut, xangdan tava deganini ketvatmapsiz yaxshi. Bu qanday ism bo'lib o'tgan bu? Bu kiyim kechagimda maskaldigan chiroyli ism qo'ymamsiz. Shundami ya? Ha, ipek ma qamlashmapsiz altın mervayet bo'lmi? Aka sizgram qalsa. Men ma bir mana qarab boqay, men o'ylash boqay. Nochi ismni birini. Açıdan bak kilgan şu çam Muzaffer akanızda bir ağır bir isim layla. Ya açıdan bu kilometre çokum yüz acım hemen evet az berip lan hemen siz ismini oylusun ben az berip lan dükkanına koygan ya dükkanı kırıp koygan belip taşlap lan toktan tutup dükkan icazı verip da ya ben dükkandan başlap dükkan hizmetlerden çıktay siz ismini siz kaldı ekranda alsa tamam açıkla adak akan maaşsız kaldı dükkan ismsiz kaldı bak no çok geçsin çıkıp ay do karısı ismi uyo falan dükkansa kalın içkisi de kaldı çok no çıksın da ben depen aka tamam adak kagaysız kaldı kaçmam sen ben de dükkanı verdim Oturup kapı çay Tamam oturup kapı. Ben çıkacağım. Çıkma. Mahkamda söz soğan girip savsatı durursa. Mahkum. Bu Erkincan'ın tazı bir tuturuksuz mu o kanda Muzaffer? Hele o işini kırgız kep giderken, hele bu işini kırgız kep giderken. Bir işini tutup başka çıkmam da bir er kişi diye. Ha ballığımı deptken ben tıkı. Çokum kılıdı bunu dep hem de açmaydıgan bolsam bunu neme de hem de. Ciddileştirip bişimim ağırlık kırk keteceğim o benim. Kızlık bir çay demleyim mi?